Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. O'tgan hafta Washingtonda o'tkazilgan Amerika-Xitoy kishilik huquq dialogi haqida to'xtalgan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qadri xonim navbatdagi masala Uyg'ur masalasining Obama-Shi Jinping suhbatida o'tirg'a qo'yilishi dedi. Ma'lum bo'lishicha 12 avgust o'tkazilgan 19 navbatlik dialogda Uyg'ur kishilik huquq masalasi nuqtaliq o'tirg'a qo'yilgan masalalarning biri bo'lib qolgan. Amerika tarafından oshkorlashicha dialogda terrorlikni bahona qilib, Uyg'urlarni bostirish, ilhom to'xta delosi, diniy erkinlik qatorliq masalalar o'tirg'a qo'yilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qadri xonim dialogda Uyg'ur masalasining jiddiy ravishda o'tirg'a qo'yilishidan mamnun bo'lganligini bildirdi va mundaq dedi. Bu qitim Shi Jinping kelish oldida turibdi. Biz Shi Jinping kelganda Amerikaning gunohsiz tutqun qilinganlar, yo'qolib ketganlar, musofirlar masalasi qatorliqlarni o'tirg'a qo'yishni talab qilyapmiz. Xitoy raisi Shi Jinping bu yil sentabrda Amerikani ziyorat qiladi. Xitoy hasharni bekor qilganligini jakalagan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur dehqonlar hala bugunga qadar hashar emgakidan qutlanmagan. Yakanlik dehqonlarning inkos qilishicha, noyat avasidagi yezilarda dehqonlar har yili 40 kun hasharga ishlashga majbur bo'ldi ekan. Elishqo yezilik saqchi punktining bir amallik xodimi avtonom rayon hasharni bekor qilib o'tgan bilan u bizning bu yerda oqmaydi dedi. Mazkur yezda o'ltirishlik bir dehqon hasharga chiqmaganlarning jariman to'laydiganligi, majlisga bir kun qatnashmagan dehqonlarning 15 kun siyosiy ta'lim-tarbiya kursiga avatilganligini bildirdi. Hashar masalasi Uyg'ur tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab kelgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi bosh kotibi Nurmamat Musabay Xitoy hukumatining hasharni Uyg'ur dehqonlarini eksploatatsiya va kontrol qilish quroli qilib olganligini bildirdi. 2015 yil 16 avgust Gollandiyaning Danxaq shahrida o'tkazilgan ikkinchi qitimliq Jungo yili yig'iniga Uyg'urlarning mustaqillik davosiga munosabatli fikrlar o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur faoliyatni Gollandiyadagi Yevropa Jungo yo'li tadqiqot markazi uyushtirgan. Hong Kong, Tayvan, Germaniya, Fransiya, Daniya, Gollandiya, Amerika qatorliq ellardagi demokratik Xitoy ziyolilari ishtirok qilgan mazkur faoliyatga Gollandiya Uyg'ur birligi tashkilotining xodimlaridan Baxtiyor Nosir, G'ayratjon Rozi, Sodiqjon Sali apandilar taklif qilingan edi. Ular mazkur faoliyat haqida ziyoratimizni qabul qilib, demokratik angdagi Xitoy ziyolilari ichida Uyg'urlarning mustaqillik xohishi va tanlashiga hurmat qiladiganlarmi borligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elining janubiy rayonlarida AIDS bilan yuqumlanuvchilar soni shiddat bilan oshmoqda ekan. Bularni ilgari Uyg'ur avtonom rayonlik jinsiy kasalliklarni tizginlash, oldin olish markazida uzun yil xizmat qilgan Uyg'ur kasbiy xodim oshkorladi. Onun bildirishicha, navbatda AIDSning zar chekish yoki shprisni o'rtaq ishlatish orqali yuqish, yuqtirish kanallari shimolda asosan tizginlangan. Ammo Uyg'urlar markazlik joylashgan janubiy rayonlarda AIDS virusi jinsiy munosabat yo'li bilan jiddiy tarqalmoqda ekan. U mundaq dedi. Buningda Xitoy ülkelerinden Uyg'ur elining janubiga kelib o'ltiraqlashayotgan Xitoy ko'chmanlari, bo'libmi AIDS payish ayollarining satrashxona, o'rdaxona, uvulash markazi degandek nomlarda jinsiy munosabat qilishi AIDSning tarqalishidagi asosiy sabab bo'lmoqda. Uning aytishicha, janubdagi AIDS vaziyatining aksincha hukumat organlari muqimlikni bahona qilib, AIDSga qarshi tashviqot xizmatlariga to'sqinlik qilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.